Ko'zguga qara. Ishlar qalay? Nega ertalabdan keldingiz? Hali 2 soat ish vaqtim bor. Bilmasdan chiqib ketibman. Men ham ertaroq keldim. Shunisi yaxshi-ku. Kimdir seni zoriqib kutsa. Kim uchrashuvga 2 soat erta kelar ekan? Darvoqe, nega mendan ko'zingizni yashiryapsiz? Chunki juda uyatli ahvolda qoldim. Pardoz qilib ulgurmagandim. Uyga borib, yuvinib, kiyinib olishim kerak edi. Pardozsiz ham chiroylisiz. Rostdanmi? Qanaqasiga? Qalbim chiroyli bo'lgani uchunmi? Oro berishim shart emasmi? Yuring, olib borib qo'yaman. Bu gap yuvinib taranib ol deganingizmi?